Assalomu alaykum hammaga. Ko'pchiligimizni qiynab kelayotgan mavzu tizza og'riqlari, suyak yemirilishi, 1-chi, 2-chi, 3-chi daraja artroz hisoblanadi. Endi bu holatda insonda suyagimda yemirilish bor ekan. Endi nima qilaman? Suyagim yemirilib ketdi. Endi bu yog'iga xastada yuraman, endi nogiron bo'lib qolaman degan vahimaga tushadi. Aslo bunga hojat yo'q, chunki artrozni keltirib chiqaruvchi sababini olish orqali uni to'xtatish va keyin uni to'liq davolashning imkoniyati bor. Bunda artrozni qaysi bosqichdaligini aniqlash muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Chunki artroz erta bosqichlari 1-chi, 2-chi darajasi bo'lsa, bu insonni shu artrozni kelib chiqish sababini aniqlab, uni davolash orqali bu kasallikdan butkul qutulish imkoniyati bor. Agar savol bo'ladi, 3-chi, 4-chi darajaga chiqib ketibdi, artrozim yemirilishim kuchayib ketibdi deydigan bo'lsa, bu holatda ham operatsiyaga shoshmasdan tabiiy uslub bilan muolaja orqali u insonning hayotini yaxshilab, og'riqlarni qoldirish imkoniyati bo'ladi. Endi bunga qanaqa erishsa bo'ladi? Eng avvalo insonni mushaklarini holatini, nerv qisilishlari bormi, yo'qmi, qon tomirida muammolar bormi, shuni aniqlash muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Endi biz artroz bo'lgan holatda travmatolog ortopedga murojaat qilib, tizza bo'g'imini emirti qildiramiz va suyakka kerak bo'ladigan kalsiy, suyakka kerak bo'ladigan oziqa ichishga o'tamiz. Lekin bu oziqalarni shu joyga yetib boryaptimi, yo'qmi? Buni ahamiyatga ega hisoblamaymiz. Chunki bo'g'imlarimizga ozuqalar qon tomiri orqali yetib borishi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Endi biz qancha kalsiyga boy ovqatlarni yesak, qancha kollagen, vitaminlarni iste'mol qilsak ham, agar qon tomiri u joyga bormasa, uni yetib borish ehtimoli juda ham kam bo'ladi va tiklanish darajasi o'ta sekin bo'ladi va bu effekt bermaydi. Endi eng avvalo tizza bo'g'imiz atrofida ushlab turuvchi tizzamizning mushaklar bor. Shu mushaklarni tonusini, ya'ni qisqarib yozilishini, nerv qisilishlari bormi yo'qmi, buni aniqlab, uni davolash kerak bo'ladi. Ana undan keyin boyiga qiladigan muolajalarimiz, kalsiy miqdorini ta'minlash, vitaminga boy ovqatlarni iste'mol qilish, maxsus diyetalarga rioya qilish va mashqlar qilish orqali kasallikdan butkul qutulish imkoniyati bor. Bizga ko'pchilik bemorlarimiz murojaat qilib kelishadi. Tizza bo'g'imida 1-chi darajali yemirilish bor. Og'rig'im juda ham kuchli, nima qilsam bo'ladi? Endi eng avvalo biza tizzani ushlab turuvchi mushaklarini, ya'ni primoy mishsa bedrani tekshiramiz. Primoy mishsa bedra shunaqa mushakki, bu tizzamizni oldinga ko'tarib, zinadan chiqib tushib, o'tirib turishimizda aktiv ishtirok etadigan mushak. Agar shu mushakning holati bo'sh bo'lsa, test qilib tekshirganimizda bu mushakda nerv qisilishlari ma'lum bo'lsa, bu holatda tizzani qancha davolamang, buni to'liq og'rig'ini qoldirib, insonni to'liq quvvatga keltirishning imkoniyati yo'q. Shuning uchun tizzamiz atrofidagi mushaklarni birma-bir tekshirib chiqamiz. Ya'ni tizzamiz atrofida 4 ta sath bor. Oldi tomon, yon tomon, ichki va orqa tomondagi sathlar bor. Bu sathlarga yopishib turib, tizza bo'g'imizni stabilizatsiya qilib turadigan mushaklar bor. Hamma mushaklarning holati, tonusi yaxshi bo'lganda insonning tizzasiga tushadigan bosim bo'lmaydi va yemirilish darajasi to'xtaydi. Ikkinchidan, shu mushaklarning tonusi baquvvat bo'lgandan keyin u joyga boradigan qon tomirlarimiz ochiq bo'ladi. Qon tomirlar ochiq bo'lgandan keyin o'z-o'zidan u yoqqa boradigan oziqa va kislorod yaxshilanadi va tizza bo'g'imimiz tuzalishni boshlaydi. Endi savol tug'ilishi mumkin, nerv qaysi joydan qisilib qoladi? Ya'ni mushaklarimizga nerv keladi, o'sha nerv kelmay qolsa, qisilib qolsa, tizza bo'g'imizda muammo boshlanadi. Bitta tajribamda holatlarni ko'p kuzataman. Bu holatlardan bittasi tizza bo'g'imida og'riq va beldagi og'riq birgalikda keladi. Endi bunda aniq tashxis qo'yish mumkin. Demak, belda qisilish bor. Beldagi qisilish holati tizzaga ta'sir ko'rsatyapti, ya'ni atrofidagi mushaklarni bo'shatib qo'yapti. Inson shu holatda yillab yurgandan keyin bo'g'imga yemirilish holatini olib kelyapti. Bu holatda tizzani o'zini davolash xato hisoblanadi. Chunki beldagi qisilishni ochmasdan turib, nervlarimizni tizza bo'g'imi atrofiga ta'minlamasdan turib, tizza bo'g'imini davolash xato hisoblanadi. Endi nervlarni ochib, tizzani atrofidagi mushaklarni stabilizatsiya qilib qo'yganimizdan keyin o'z-o'zidan tizzadagi og'riqlar kamayadi va u tuzalishga qarab yuradi. Agar sizni ham xuddi shunday artroz, suyak yemirilishi bezovta qilsa, eng avvalo kinezolog mutaxassisga murojaat qiling. Sababi bu mutaxassis tizza bo'g'imiz atrofidagi mushaklarni tekshirib, uni holatini bo'shash yoki tirish holatlarini aniqlab, buni normaga keltirish uchun sizga yordam beradi va siz shu artroz, suyak yemirish kasallikdan tezda va oson tabiiy uslub bilan qutulib ketasiz. Agar sizni ham xuddi shunday muammolar bezovta qilsa, ushbu raqamlar orqali bizga murojaat qiling va tabiiy bezarar uslubda muolaja orqali tizza bo'g'im muammongizdan qutulishingiz mumkin bo'ladi. Har doim aytganimizdek, kasallikni erta bosqichda aniqlab davolash undan to'liq qutulish imkoniyatiga olib keladi.
Mushaklarimizni uyg'otib, uni normaga keltirgandan keyin tizza bo'g'imida qon aylanishini yaxshilash uchun mashqlar bajarish kerak bo'ladi. Bu mashqlarsiz artrozni to'liq davolashning imkoniyati yo'q. Bu mashqlarni ko'rish uchun ushbu havola orqali o'tib bemalol foydalansangiz bo'ladi.